Har bir davlatning ertangi kuni avvalo yosh avlodning bilim salohiyati, dunyoqarashi va ma'naviy yetukligi bilan belgilanadi. Shu ma'noda yangi O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida aynan inson qadri, yoshlarning manfaatlari hamda ularning har tomonlama kamol topishi masalasi turibdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlarning sifatli bilim olishi uchun zamonaviy shart-sharoitlar yaratish, ilm-fan va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarni egallashi, xorijiy tillarni puxta o'rganishi, innovatsion fikrlaydigan va raqobatbardosh mutaxassis bo'lib, voyaga yetishi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu boradagi amaliy ishlar hududlardagi oliy ta'lim muassasalari faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jumladan, Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutida bugungi kunda 3000 nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda. Ta'lim jarayoniga 102 nafar malakali professor-o'qituvchilar jalb etilgan bo'lib, ular yoshlarga zamonaviy bilim va ko'nikmalar berib kelmoqda. Institutda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, dual ta'lim tizimining joriy etilgani talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tizim asosida talabalar o'quv jarayonlari bilan bir qatorda amaliy faoliyatda ham ishtirok etib, o'z kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa kelgusida raqobatbardosh, malakali va zamonaviy fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimizning intellektual taraqqiyoti mana shu yoshlarimizning intellektual salohiyatiga uzviy bog'liq. Shu nuqtai nazardan muhtaram prezidentimizni dastlabki yillardan boshlab ta'lim sifati, ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlar bugun o'z samarasini berib kelmoqda. Ayniqsa mana shu hududlarda oliy ta'lim olish imkoniyatini yaratilishi natijasida Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti bugun shakllanib, alohida institut sifatida bugun faoliyatini boshlagan. Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutining asosiy maqsadi bugun nafaqat Samarqand viloyati, shuningdek respublikamizda boshqa hududlari uchun ham zamonaviy pedagogik kadrlar tayyorlab berish maqsadini amalga oshirib kelmoqda. Buning uchun birinchi o'rinda biz mana shu talabalarni bo'lajak kadr sifatida, bo'lajak o'qituvchi sifatida shakllantirishda asosiy omil bu sifatli ta'limni tashkil qilib berish. Sifatli ta'lim qanday omillarga bog'liq? Buning uchun birinchi o'rinda zamonaviy o'quv rejalarini shakllantirish, fan dasturlarini rivojlangan davlatlarning tajribalari asosida takomillashtirish, talabalarni aynan o'sha amaliy mashg'ulotlarga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni ko'paytirish, ularni o'sha kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy ko'nikmalar bilan qurollantirish bosh maqsadimiz hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng kirib kelishi natijasida bugun onlayn platformalar, elektron kutubxonalar va boshqa sun'iy intellektga asoslangan ta'lim yoshlarimizni ta'lim olishini kengaytirmoqda. Shundan kelib chiqib institutimizda ham raqamlashtirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Talabalarimizni 4 yil davomida ta'lim olish jarayonida butun faoliyatini, trayektoriyasini belgilab beradigan smart kartalar yaratilib, bugungi kunda amaliyotga joriy qilingan. Natijada talabani o'z faoliyatini tahlil qilib borish imkoniyati yuzaga keladi. Bunda u darslarga kirishi, kutubxonada qancha vaqt bo'lishi, qaysi to'garaklarga ishtirok etganligi, qanday yutuqlarga erishganligi, pedagog amaliyotda qanday ishtirok etganligi barchasi bu uni o'sha kartasida bugun yozilib borib, kelajakda ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish, ya'ni ish beruvchi o'sha karyer yeduz tizimida buni integratsiya qilish imkoniyatlarini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari biz mana institutimizda kutubxona fondini shakllantirish bu talabalar uchun zaruriy omil hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda elektron kutubxona tizimida ko'plab barcha zaruriy adabiyotlarni, jahondagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan adabiyotlarning elektron nusxasini olish va undan elektron foydalanish imkoniyati yaratilgan. Bugun yoshlarimizni yana bir talab qilinadigan asosiy jihatlardan biri bu xorijiy tillarni o'rganish. Bu bevosita global bilimlarni olishda bugun
xalqaro tajribalarni o'zlashtirib, o'z faoliyatida qo'llashda xorijiy tillarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda institutimizda xorijiy tillarni o'rganishga qaratilgan ko'plab to'garaklar, klublar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu natijada talabalarning o'zlari o'qitish tizimi yo'lga qo'yilib, barcha talabalarni xorijiy tillarni o'zlashtirishga qiziqishlarini oshirib borilmoqda. Bugungi kunda respublikamizda muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan 3-renessans poydevorini qurish g'oyasi bu barcha ta'lim muassasalariga ko'plab vazifalarni belgilab beradi. Bunda nafaqat o'sha ta'lim sifati, raqamli texnologiyalarni qo'llash, shuning bilan birgalikda talabalarimizni, yoshlarimizni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish ham muhim hisoblanadi. Bunda turli xil konferensiyalarni tashkil qilish, startap loyihalarni, grant tanlovlarini e'lon qilish orqali talabalarimizni o'zlarining tashabbuslarini, ichki imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishga sharoit yaratilib kelinmoqda. Bizni institutimizda ham tashkil qilingan o'sha startaplar markazida ko'plab bugun talabalarimizni ijodiy ishlari, yaratayotgan g'oyalari bugun asta-sekinlik bilan mahsulotga aylanib kelmoqda. Shuning bilan birgalikda bizni institutimizni yo'nalish xususiyatidan kelib chiqib, pedagogik mahorat markazi tashkil qilingan. Bu pedagog mahorat markazida talabalarimizni olgan nazariy bilimlarini aynan kasbiy faoliyati bilan bog'liq holda qo'llab ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Va 4 yil davomida talabani o'zini mutaxassislik fani bo'yicha kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan ishlanmalar to'plami yaratilishiga erishiladi. Shuning bilan birgalikda talabalarimizni bugun zamonaviy kadr qilib shakllantirishda akademik erkinlik va ijodiy muhit yaratish ham muhim hisoblanadi. Institutimizda talabalarning tashabbuslarini inobatga olish tizimi yo'lga qo'yilgan. Talabalarning qiziqishlarini, ularni bugun faoliyat yo'nalishlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan turli xil klublar va aynan talabalarning tashabbuslari bilan yaratilib kelinyapti. Kitobxonlik klublari, turli xil dasturlash klublari, pedagogik mahoratni shakllantiruvchi klublar, bular hammasi bugun zamonaviy kadr tayyorlash uchun muhim shart-sharoit sifatida xizmat qilib kelmoqda. Nafaqat ta'lim sifati, shuning bilan birgalikda yoshlarni ma'naviy, ma'rifiy sohada ham rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalishlarimizdan biri. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan o'sha 3-renessans poydevari, ya'ni bu yoshlarning xususiyatlaridan biri bugun vatanparvarlik va fidoyilik. Bunda albatta ma'naviy ma'rifiy ishlarni ta'siri, turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bu yoshlarimizni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga, ularni kasbiga nisbatan fidoyiliklarni shakllanishda xizmat qilib kelmoqda. Institutimizda ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichlari ishlab chiqilib, bunda talabalarimizni qo'llab-quvvatlash tizimi hamda talabalarni ta'lim muhitidan qoniqishini aniqlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Talabalarimizga zaruriy shart-sharoitlar, ularni qo'llab-quvvatlash tizimida biz aytishimiz kerakki, zamonaviy yotoqxonalar, yotoqxonalardagi to'garaklar, shu bilan birgalikda o'zlarini bugun bor tashabbuslarni ro'yobga chiqaradigan barcha shart-sharoitlarni yaratilishi, kompyuter sinflari zamonaviy laboratoriya xonalari tayyorlanganligi, bularni bizga o'sha talabalarimizni kasbiy ko'nikmalarini, shuning bilan birgalikda ularni ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilyapti. Shuning bilan birgalikda ularni ta'lim muhitidan qoniqish ko'rsatkichlari muntazam o'rganib boriladi. Va natijada institutimizni rivojlanish strategiyalari belgilab olinadi. Bunda professor o'qituvchi faoliyatini rivojlantirish, talabalar uchun tadbirlar yoki ma'lum bir o'sha klublar, to'garaklarni tashkil qilishda ham aynan o'sha talabani otin muhitidan qoniqish ko'rsatkichlari bizga asos qilib olinmoqda. Bugungi kunda institutda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Turli fan olimpiadalari, ilmiy-amaliy konferensiyalar, ijodiy tanlovlar va innovatsion loyihalar yoshlarning bilim va salohiyatini namoyon etishida muhim maydonga aylanmoqda. Ana shunday faol va izlanuvchan talabalardan biri Gulnoza Yusufovadir. U o'zining ijodkorligi, ilmga bo'lgan intilishi hamda tashabbuskorligi bilan tengdoshlari orasida alohida e'tirof etilmoqda. Gulnoza Yusufova bir necha kitoblar muallifi bo'lib, yil talabasi tanlovida ham munosib natijalarga erishgan. Bunday yutuqlar yoshlarning bilim olishi va o'z ustida ishlashi uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar samarasi ekanini ko'rsatadi.
9 yoshimdan boshlab she'rlar yozib kelaman va bu ijodiy ishlarim bir nechta tuman, viloyat, respublika gazeta va jurnallarida chop etilib turadi. Birinchi kitobim 2024-yilda Isyon nomli ilk she'riy kitobim chop etildi. Shundan so'ng Soyalar ovozi nomli ikkinchi she'riy kitobim ham chop etildi. Yilning eng faol ijodkor talabasi nominatsiyasida respublika bosqichida ikkinchi o'rin sohibasi bo'ldim. 2024-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ilmiy hamda ijodiy ishlarimiz baholanib, Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Oliygohda tahsil olish bilan bir qatorda madaniy hamda ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib turaman. Bu tadbirlar bizni kelgusi rejalarimizni amalga oshirishida hamda kelajak yo'llarimizni farovon qilishimizda albatta sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi deb o'ylayman. Kelgusida maqsadlarim esa aynan o'z soham bo'yicha magistratura va undan keyingi o'quv bosqichlarini davom ettirib, ilmiy hamda ijodiy ishlarimni yanada yuksaltirishdir. Hozirgi kunda modernizm fenomeni va uning o'zbek she'riyatiga ta'siri mavzusida ilmiy ish olib bormoqdaman va bundan tashqari nasr yo'nalishiga ham qiziqaman. Ijodiy sohada nasrda Bozor nomli qissa yozyapman hozirgi kunda. Kelajakda dramaturgiya sohasida ham o'z faoliyatimni olib borish maqsadim bor. Bir so'z bilan aytganda, adabiyot bu ko'ngilshunoslik hamda so'z san'ati demakdir. Ya'ni inson qalb kechinmalarini, tuyg'ularini unda ifoda etadi. Chinakam shoir yoki yozuvchi bo'lish uchun albatta inson hayoti davomida ko'plab tajribalarga ega bo'lishi hamda ilmiy ijodiy boralarda o'z salohiyatini namoyon etishi, hamisha vatan tuyg'usi qalbida jo'sh urib turishi kerak deb o'ylayman. Kelajakda mana shunday xalqimizga manfaatli bir shaxs bo'lib yetishishda yoki malakali bir kadr bo'lib yetishishda bor kuchim bilan harakat qilaman. Albatta bugungi kunda yoshlar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratib berilmoqda, chunki yaqinda prezidentimiz tomonidan payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinishi va bundan tashqari ta'lim uchun subsidiyalarning ajratilishi, qolaversa o'sha yosh ijodkorlar uchun moddiy hamda ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashlar bo'layotganligi bizga yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlarning juda ham keng va yuqori darajada ekanligini ko'rsatib beradi. Shu jumladan mana har yili yosh ijodkorlarning an'anaviy zomin seminari o'tkazib kelinadi. Albatta bu zomin seminari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan tashkil etilgan. Unda bir qancha iqtidorli yoshlarning nasr, nazm, publisistika, badiiy tarjima, adabiy tanqid yo'nalishida ijodiy ilmiy ishlari, tanqidiy ishlari munosib baholanadi va har yili ko'plab har bitta viloyatdan ko'plab yuzlab, minglab yosh ijodkorlarning, adabiy tanqidchi, bo'lajak olimlarning ijodiy faoliyatlari ko'rib chiqiladi. 10 ming nusxada kitoblari chop etiladi hamda respublika miqyosida ularga sezilarli darajada o'rin belgilanadi. Bularning barchasi hozirgi kunda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor hamda salohiyatni yoshlarga qaratilayotgan e'tiborning yorqin namunasi va ifodasi deb o'ylayman. Buning uchun albatta bu imkoniyatlardan samarali foydalangan holda yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va kelajakda yetuk salohiyatli kadr bo'lib yetishishga va'da beraman. Institutda ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga ham alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, talabalar o'rtasida startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash, innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha samarali tizim shakllantirilgan. Axborot texnologiyalari, ta'lim, xizmat ko'rsatish, ekologiya va tadbirkorlik yo'nalishlarida ishlab chiqilayotgan startap loyihalar yoshlarning zamonaviy bilim va kreativ tafakkur asosida ishlashini ta'minlamoqda. Bu bizning jamoamizning startapi hisoblanadi. Bu startap mini robot hisoblanadi. Mini robotimizning asosiy vazifa va maqsadlariga keladigan bo'lsak, bu maktabgacha bo'lgan bolalarda gapirishni rivojlantirish, ya'ni muloqotni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni 3 ta tilda, ingliz, rus va o'zbek tillarida bemalol bolalar bilan gaplasha oladi. Undan tashqari bolaga yaqindan yordamchi o'yinchoq sifatida oldida yuradi. Hamma hissiyotlar qo'shilgan, ya'ni qitqlasangiz kuladi, ursangiz yig'laydi. Shu kabi hissiyotlar ham qo'shilgan bunga. Robotimiz afzalligiga keladigan bo'lsa, ya'ni boshqa robotlardan farqi, bunga sun'iy intellekt integratsiya qilingan va bolaga kunlik Telegram bot orqali ota-onalar kunlik vazifalarni belgilab berishi mumkin. Misol uchun deylik, bugun sabzavotlar mavzusini belgilab qo'ysangiz, kun davomida bolangizga ingliz, rus tillarida sabzavotlarni, so'zlarni yodlatadi.
Hozirgi 21-asrda sun'iy intellektlar rivojlanayotgan davrda bu kabi sun'iy intellektlar integratsiya qilingan robotlarimiz juda afzal hisoblanadi. Hozirda biz Aloqa Ventures'ga bu loyihamizni kiritganmiz va mablag'i ajratish jarayonida robotimiz prototip 70% tayyor va yaqin kelajakda 100% tayyor qilib bozorlarga sotuvga chiqarish niyatimiz bor. Robotimizni hozir ishlash jarayoniga kelsak, hozirda tayyor va sizlarga ko'rsatilgan jarayonim hissiyotlarni ko'rsatib o'tishim mumkin, ya'ni buni qitqlasangiz kuladi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun ham keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Imtiyozli kreditlar, subsidiya va grant dasturlari, biznes inkubatorlar hamda amaliy ko'mak tizimlari yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada o'z biznesini yo'lga qo'yayotgan yoshlar safi tobora kengaymoqda. Shunday tashabbuskor yoshlardan biri Shahribono Xolmirzayevadir. U zamonaviy biznes g'oyalari va tadbirkorlik faoliyati orqali nafaqat o'zining, balki boshqa yoshlarning ham bandligini ta'minlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Bu esa yoshlarning iqtisodiy jarayonlardagi faolligi ortib borayotganidan dalolat beradi. O'z biznesim yuzasidan hozirgi kunda tikuv sexini yo'lga qo'yganman va bu uchun albatta muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan yoshlarga, yosh biznes vakillariga ajratilayotgan keng imkoniyatlari yuzasidan, jumladan kelajakka qadam loyihasi bo'yicha men ham 100 million so'm atrofida kredit oldim va o'z biznesimni boshladim va hozirgi kunda tikuv sexini ochdim va 3 kishi, ya'ni 3 nafar xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minladim va bundan tashqari men muhtaram prezidentimiz tomonidan berilayotgan yanada yangi imkoniyatlarni qo'llagan holda, ulardan foydalangan holda kelajakda yana o'z oldimga qo'ygan barcha maqsadlarimdan foydalanmoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda o'zimda ya'ni biznes loyiham mavjud. Uni ustida hozir ishlayapman va kelajakda albatta o'shani ham yo'lga qo'yib, butun jamiyatimiz uchun foyda keltiradigan shaxs sifatida ishsizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida o'z oldimga katta bir maqsad qo'yganman. Buning uchun avvalambor muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yosh biznes vakillariga ajratilayotgan barcha qulayliklar, imkoniyatlarni yaratganligi uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hozirgi kunda farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida nafaqat maktab yoshidan, balki maktabgacha ta'lim yo'nalishidan, ya'ni bog'cha yo'nalishidan farzandlarimizni kelajakda vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash niyatida, maqsadida ushbu biznes loyihani yo'lga qo'ymoqchiman. Ya'ni bu biznes loyihada farzandlarimiz, ya'ni bolalar 3 yoshdan 6 yoshgacha tarbiyalanib, bu yerda nafaqat harbiy ko'nikmalar yokida chet el o'qitish tillari va boshqa ta'lim tarbiya kabi ko'nikmalarni o'zlarida shakllantirib, kelajakda yetuk shaxs bo'lishiga ko'maklashamiz. Hozirgi kunda biznes jarayonlaridan dastlabki bosqichlar amalga oshirilmoqda, ya'ni bino mavjud hisoblanib, dastlabki bosqichlar jarayonda, ya'ni qurilishlar, ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Bundan keyingi bosqichlar uchun men muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan, ya'ni yosh biznes vakillariga ajratilayotgan turli suddalar yoki imtiyozli kreditlar asosida yana biznesimni davom ettirmoqchiman. Institutda xalqaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Talabalar almashinuvi dasturi asosida yoshlar xorijning nufuzli universitetlarida tahsil olib, malaka va tajriba almashib qaytmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytirish, xorijiy tajribalarni o'rganishi hamda zamonaviy bilimlarni egallashida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Universitetimizda xalqaro bo'lim tashkil etilgan va bizga keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, bizda 10 dan ziyod davlatlarda talaba almashinish dasturi bo'yicha qatnashish imkoniyatlari mavjud. O'tgan o'quv yilining 2-yarmida Hindiston davlatining IIT Bombay universitetida 1 oylik talaba almashinish dasturida qatnashib keldim. Hindistonda bo'lgan davrimiz davomida biz pedagogik jarayonlar hamda psixologik laboratoriyalar bilan tanishgan holda hindistonlik talabalar hayoti bilan tanishdik va ularning kutubxona bazasi bilan tanishib chiqdik. Mumbay Texnologiya universitetida bo'lgan davrimizda doktor professor Aziz bizga boshchilik qildilar va u kishi boshchiligida biz turli psixologik hamda pedagogik metodlarni o'rgandik va hozirda
o'z kursdoshlarimga ham ushbu metodlarni bo'lishib kelmoqdaman. Misol qilib aytadigan bo'lsak, pedagogika bu nafaqat bolalarni o'qitish, balki ularga psixologik jihatdan ham ko'mak berish hamdir. Psixologik jihatdan yondashadigan bo'lsak, biz bolalarga do'st, o'rtoq sifatida yondashsak, ularning o'zlashtirishi yanada tezlashadi va ushbu jarayon o'quv jarayoniga va bolalar bilan muloqotga va nafaqat ota-onalar bilan muloqotga ham yordam beradi. Bolalarga nafaqat ta'lim berish, balki ularni psixologik jihatdan ham sog'lom o'stirish bu ularning kelajagiga katta foyda hisoblanadi. Talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish bu har bir institutda mavjud va men o'z kursdoshlarimga va barcha talabalarga ushbu dasturlardan foydalanishni tavsiya qilaman. Ushbu dasturlardan foydalangan holda biz chet davlatga tashrif buyurib, ularning o'quv metodlari, ularning sharoitlari haqida tanishib, bilim almashinib kelish imkoniyatlariga egamiz. Talabalar almashinuv dasturlari bo'yicha biz turli chet davlatlarga tashrif buyuramiz va ularning dars jarayonlarida qo'llaniladigan texnika, texnologiyalardan o'zaro bilim almashinib kelamiz va ushbu bilimlarni biz kelib O'zbekistonda, ya'ni o'zimizning universitetlarda qo'llashni boshlaymiz. Men o'zim talabalik davrimda ingliz tili darajasi bo'yicha, ya'ni IELTS dan 6,5 darajaga erishganman va shuningdek 3-bosqich talabasi sifatida hozirda xususiy maktabda o'qituvchi sifatida faoliyat yuritaman. 2025-2026 o'quv yillari davomida men xalqaro miqyosdagi maqolalar yozish tanlovida qatnashib, Milliy iftixor ko'krak nishoniga sazovor bo'lganman. Ushbu maqolalar tanlovida men o'zimni pedagogik jihatdan qilgan sa'y-harakatlarimni jamlagan holda o'z maqolamni yaratdim va ushbu maqolani komissiya a'zolari ko'rib chiqqan holda uni xalqaro miqyosda taqdim etishdi va meni ushbu ko'krak nishonga loyiq deb topishdi. Kelajakda maqsadlarim magistr darajasiga chiqish, shu paytgacha o'rganib kelgan va kelajakda o'rganadigan bilimlarimni kelajak avlodga o'rgatish va ularni qo'llash asosiy maqsadim. Sport sohasida ham institut talabalari yuksak natijalarni qayd etmoqda. Respublika musobaqalarida muvaffaqiyatli ishtirok etayotgan yoshlar sport orqali mamlakatimiz nufuzini yuksaltirishga hissa qo'shmoqda. Xususan, Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasida institut talabalarining oltin medalni qo'lga kiritgani yoshlarning jismoniy va ma'naviy barkamolligini ta'minlash borasidagi ishlarning amaliy natijasidir. Talabalar olimpiadasida musobaqa bo'ldi. Yengil atletika sport turi bo'yicha 3000 metrga yugurish bo'yicha viloyatlar o'rtasida birinchi o'rinni oldim. Keyin shu sport turida yadroviy uloqtirish bor edi. Yadroviy uloqtirishda ham viloyatlar o'rtasida birinchi o'rinni oldim. Bu sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Shu musobaqada respublikaga yo'llanma oldim. Birinchi o'rinni egallash niyatidaman. Ustozlarimga ming bor rahmat aytaman. Ota-onamga ham rahmat aytaman. Shu darajaga yetishganimcha ota-onamning mehnatlari bor. Bugungi kunda sportga katta e'tibor berishyapti. Bizning aynan chorshanba kunimiz sport kuni deb belgilangan. Sport zallar, sport jihozlari bor. Muntazam shug'ullanamiz. Toshkentga borib birinchi o'rinni olib kelish, keyin Osiyo chempioniga, jahon chempioniga chiqish, bayrog'imizni yuksaklarga ko'tarish. Ota-onamning oldida ham, so'zlarim oldida ham yuzim yorug' bo'lish, olimpiadalarga chiqish niyatim bor. Yaqinda bo'lib o'tgan talabalar olimpiadasi, O'zbekiston yangi talabalar olimpiadasida ishtirok etdim va birinchi o'rinni oldim. 3 qatlab sakrash bo'yicha 13.45 natija ko'rsatib va uzunlikka sakrash 6.45 natija ko'rsatib birinchi o'rinni oldim va respublika talabalar olimpiadasi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Institutda sport zallar qurilyapti, poliyalar qurilyapti, stadionlar, sportga bo'lgan e'tibor ancha balandroq. Eng katta maqsadim olimpiadada ishtirok etish va birinchi o'rinni olish. O'sha men havas qilgan sportchilar Kristen Taylor, William Clay kabi buyuk sportchilardan bittasi bo'lish. Qattiq mehnat, harakat, ishonch va natija bo'lmagan vaqtda tushkunlikka tushmaslik. O'zimizda shu psixologik tayyorlaymiz. Hammasini barqaror etib chempion bo'lishga harakat qilamiz. Uning uchun albatta barcha sharoitlar O'zbekistonimizda bor. Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutida eng yaxshi sharoitlar deb hisoblayman.
Muxtasar aytganda, Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati izchil va tizimli asosda amalga oshirilmoqda. Ta'lim, ilm-fan, innovatsiya, tadbirkorlik, sport va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarida yaratilayotgan keng imkoniyatlar yoshlarning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga xizmat qilmoqda. Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti kabi ta'lim muassasalari esa bilimli, tashabbuskor, vatanparvar va zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda. Zero yoshlar ta'limi va tarbiyasiga qaratilgan e'tibor bu mamlakat kelajagiga qaratilgan eng muhim sarmoyadir.